Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz Urganch shahar markazida 4-dakada Emine dükkanının arkasında 3 qavatlı taza qurilgan domimizning 2 ham 3 etaji sotuvga qo'yildi. Bismillahirrahmanirrahim. Giraver. Prixojimiz şimdi genişken 42 kvadrat ekan. Yukarımız 42 kvadrat, общий 82 kvadrat. Bir yerimiz zal. Bir yanımız sanızı. Soğudan çıkıp tuttu. Korobka kaldı. Bir yerimiz aşkana. 3. kavata kütürlerimiz mansard. Общий 82 kvadrat. Üçüncü kavatta 3 xona tushgan ekan. Bir yerimiz yine bir mebel qo'yilsa garderob bo'ladi. O'ng tarafimizda deski tushgan, bir yanımızda zal, bir yanımızda spalni. Mansardımızda ham sanuzel bor ekan. Olib bir o'tib berib, ijaraga qo'yib qo'ysangiz ham ajoyib bo'ladi. Bir yerimiz spalni, deski. Bir yerimiz zal. Bir yerimiz katta spalni. Бағасы 300 milyon so'm aziz yurtdoshlar. Ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar. Sog' omon bo'linglar, ishlaringiz omad.